Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun men sizlarga Telegram fishkalarini o'rgatmoqchiman. Qara bo'lmasa go. Bo'lmasa Telegramga kiramiz. Ozroq kutamiz. Va bitta Telegramga kiramiz. Va keyin mana bunday qilib 3 ta yo'l chizib mana bunaqa pastki chiziqcha qo'yib любой xohlagan so'zni yozamiz. Men masalan inglizcha so'zni yozdim. Hello. Va yana shuni ishga qo'yamiz. Bu chiroyli yotgan holda bo'lib, yotgan holda so'z yuboriladi. Va kengisida buni chiziqcha qo'yib hello deb yozamiz. Yana chiziqcha qo'yamiz. Va jo'natamiz. Va bu yerda ko'rinmas bo'lib qoladi yozuvimiz. Ustiga bossangiz ko'rinadi. Va keyingisi esa keyin bu yerga hello. Keyin yana bu yerga kirib yana 3 ta. Keyin mana bunaqa bo'lib chiroyli holda yozilib qoladi. Obuna va like ni bosib qo'yamiz va albatta sinab ko'ramiz. Xayr, sog' salomat bo'ling.